burunqi zamonda bir kambag'al mo'mayning bir mushugi bo'lgan ekan. Bu mo'may kambag'al bo'lganligi uchun mushugini har xil taomlar bilan boqolmasa-mu, har holda osh qo'ymay kunda bir necha qitim non chaynab berib boqar ekan. Lekin bu mo'mayning bu mushugi nihoyat tamoxur bo'lib, o'z egisining baginiga zodila qanoat qilmaydi ekan. Biror narsa tashlab beramikin degan tamo bilan atdigandan kechgacha talog'i chiqib, o'tgan kechganlarning qo'liga qarab yotar ekan. Bir kuni uning yiniga bo'ynida marvoyit marjonlari bor, tuklari yoltirab ketgan semiz bir mushuk kelibdi. Bu chog'da tamoxur mushuk xushomadchilik bilan: Assalomu alaykum xo'jam. Va alaykum assalom. Bu yerda yetibsan-ku. Aptapsınıp yattım şu. Sen kimning mushki? Men mush öydeki qayrim mo'mayning mushki men. Siz mi o mushuk? Men bu mushuk. Lekin siz bek semiz hem chiroyli ekansiz. Men bo'lsam bek o'roq hem satganman. Ayting, siz kimning mushugi? Men mush yurtning xo'jasi, al-omning bosh panohi bo'lgan ulug' shoh oliylarining mushugi bo'laman. Şunu siz semiz hem chiroyli ekansiz-da. Menga mo az to'liq g'amxo'rlik qilib qo'ysangiz qandaq? Men betalay kuniga bir necha chaynam non yeyman. Yerim och, yerim to'q yurib, qo'rsug'imning to'yib boqqanini bilmayman. Bo'ladi. Ati mening yinimga borgan. Go'sht polo degan eshib-teshib turdi. Boshqa mushuklarmi mendan oshqonni yeb to'yib chiqib ketadi. Ati tomoqdan keyin kelganmiz ha. Rahmat sizga, rahmat. Men cho'qim boraman. Men qilgan yaxshiliklaringizni o'lsam unutmayman. Ati ordaga berib, har xil tomoqlarni yeb, toza bir to'y oladigan bo'ldim-da. Uzundan buyon bu yo'qsin mo'mayning chaynab bergan oz to'li yemakligiga qo'zig'im to'ymay yuratdim. Mana endi esil taomlar bilan g'izolanadigan, bu namurat turmush bilan xo'shlashilgan bo'ldim. Shoh ordisiga borsam, yeydigan, ichadigan narsalar degan eshib-teshib tursa. Qo'saqlarim to'yganda shohning qishidan kerilib uxlab ketsam. Bularni o'ylagan siri baldiroq tong olsa bo'ladi deb oldirab ketyapman. Şah alilerinin müşüge meni taklif qo'yib, o'zi ko'rmaydi o. Bo'pti. Shahning müşüge bo'lmasa bo'lmaydi. Ish qilib, o'rdaga kirib oldim o. Shuncha cho'ng o'rdadan meni yugudak narsa tepilib qola. Men izlab boqay. Shah alilari tek o'rnidan turmabdi o. Qaraganda men baldir ketdi menda. Lekin mening qo'saqlarim echib ko'krab ketdi. Bumi bo'g'ini. Qamoq vaqti bo'g'icha mavi shotutni tutib yeb, qo'zig'imni go'llab turay. Qag'inini qamoq vaqtida oldirmay to'yg'izaman. O'g'ri mushuk. O'zing chashqon tutib halol kun kechirmay, o'g'irlik qilmoqchi bo'psan-da? Mening mushugim jenida o'zi qo'sig'ini o'zi beqib, men bergan tomoqqa nazar ko'zni sep qo'ymaydi. Sendek o'zi tirishmay, boshqalarning qo'li qarab, tomoqxo'rlikni o'ziga odat qilgan o'g'ri mushukni obdan bir adablab qo'yay. Voycan. Nem bo'lding? Qara seni. Yo chashqon tutib yemay, yo men bergan narsaga qanoat qilmay, balaxur nafsingdan kayni kirib, jazoyingni tortibsan. Esingda bo'lsin, o'z tirishib ishlab tepib yemay, boshqalardan bir narsa tamoq qilsa, mana mushundoq bo'ladi. Tamoning kayni kama degan mushu shu.